Assalomu alaykum hammaga. Mana bu 28-mart 2026-yil. Mana bugun Parkentdagi intensiv nok bog'imizda turibmiz. Hozir kadr boshida ko'rganinglar shu traktorlar noklarga dori sepayotgani ko'pchilik hayron bo'lgan bo'lsa kerak. Nimaga aynan gullash paytida traktorda noklarga dori sepilyapti deb. Buni sababi bor. Ya'ni nokda, olmada va bexida kuchli o'tadigan kasallik, ya'ni bu bakterial kuyish kasalligi. Bu butun dunyo bo'yicha shu yetishtiruvchilarni qiynab kelayotgan muammo hisoblanadi. Aynan gullash davrida gullaga yomg'ir tomchilari orqali singib, ya'ni tanaga singadi, undan keyin esa o'sha shoxlarni ayni meva tukkan davrida mevalari bilan qo'shib quritib qo'yadi. Buni ko'pchilik bexida, olmada kuzatgan. Nokda yengilroq kechadi, ko'pincha bexilada juda ham kuchli kechadi. Buni sababi o'sha bakteriya shoxlarning ichiga kirib, gullash davrida kirib olib zararlagani hisoblanadi. Buni oldini olish uchun nima qilamiz? Albatta antibiotiklardan va ma'lum miqdordagi fungitsidlardan foydalanamiz. Bu antibiotiklarni tarkibida biza asosan kuzatadigan sostavlarimiz kazugamitsin va streptomitsin hisoblanadi. Bularni aynan o'sha yomg'ir yog'ishidan oldin, mana ertaga 29-mart kuni yomg'ir prognoz qilingan. O'sha yomg'ir yog'ishidan bir kun oldin sepish kerak bo'ladi. Buni maksimalni o'sha gul ochilib turgan bo'lsa, gulining ichiga o'sha dorini tomchilari kirib borishi kerak, gulning ichini to'liq qoplab olishi kerak. O'shanda dorimiz yaxshi ishlaydi.